Mana hozir o'sha Pavorotdagi ofisimizni o'z egasiga topshiryapmiz va u kishining fikrlarini bilamiz hozir. Alisher aka, qanday chiqdi bizning remontimiz? Avvalambor assalomu alaykum. Remstart Groupmi, Remstart qurilish servis kompaniyami, o'sha kanal a'zolari men bu odamga o'zimni ishimni topshirganimdan juda ham xursand bo'ldim. Ko'nglimdagidek chiqdi, ko'nglimdagidan sal ziyod ham chiqdi. Endi ko'p gapirsam paxta bo'lib qoladi, shuning uchun anaqa qilmay turibmiz. Remontga gap yo'q. Bu rus tilida aytganda привлечение deydi. Bu orttirish yoki bo'rttirish emas. Men qilgan mehnatlariga, ustalarni sizni qilgan mehnatingizga, sizni boshqaruvingiz o'ziga rahmatdan boshqa hech narsa deya olmayman. Shuning uchun katta rahmat. Xudo xolasa dalsha proyektlarimiz bo'lsa, yana nimadir qilamiz desak, niyatlarimiz katta, xudo xolasa. Remont qildiraman degan odamlarga tavsiya etasizmi Remstart jamoasini? Yo'q, men boshqasida remont qildirsang ahmoq ekansan demay qo'yaman aka. Remstart jamoamizda kamchiligimi yo qo'shimchami? Kamchilik hozircha yo'q. Qo'shimcha har doim kiritib turish kerak meni fikrimcha. Innovatsion yo'llardan foydalanish kerak. Mana shu yerda o'ziga ancha mehnat qildingiz, dizaynni o'ziga ham, boshqasiga ham, hammasiga boshqosh bo'ldingiz. U har safar qilgan paytimiz yangi nimadir qo'shishni boshlayapsiz-ku, o'sha yangi narsa qo'shishdan to'xtamasangiz bo'ldi. Bizning shartimiz ham, iltimosimiz ham shu. Bo'ldi, bizda to'xtash yo'q, hamisha gaz. Shuning uchun bizni kuzatishda davom eting. Bundan-da qiziqarli uylarning remontini chiqarishda davom etaveramiz. Hammaga sog'lik.